Klient vaflini отказ qildi. Bunday vaziyatda avvalo ustiga qo'yilgan rozmarinni olib qo'yamiz. So'ng sepilgan shakar pudrasini elakcha yordamida avvalgi joyiga ehtiyotkorlik bilan qaytaramiz. Endi navbat shokoladga. Shokolad idishini olib, ichiga solib, avvalgi holatiga qaytaramiz. Muzqaymoqni esa freezer apparati yordamida ikkala tomonini ham so'rib olib, joyiga qo'yamiz. Mevalarni nima qilishim qiziqmi? Keling davom etamiz. Avval qo'yilgan qulupnaylarni olib, pichoq bilan ehtiyotkorlik bilan yopishtiramiz va o'z holatiga keltiramiz. Uning dumchasini har doim toza joyda saqlash lozim. Chunki uni ham joyiga qaytarib yopishtiramiz. Mana endi qulupnayimiz asl holiga qaytdi. Kesilgan bananni esa muloyimlik bilan bir-biriga yopishtirib, postini olib uni ham yopishtiramiz. Hammasi xuddi yangidek bo'ladi. Navbat vaflyaga. Vaflyani vaflnitsaga qo'yib 5 daqiqa erishini kutamiz. To'liq erigach, uni idishga solib olamiz. Hammasi oddiy, mijoz esa doimo haq.